Bugun kun rosa issiq. Buxoroda juda ham issiq. Hali ham Xudoga shukr. Mana oyog'imni tagida mashinam yo'q. Bo'lsa ham, lekin bu issiqqa ko'chada qiladigan ishim ham yo'q edi. Uyda o'tirdim. Lekin bu issiqqa piyoda yurib bo'lmaydi. Bitta mashina olib qo'yish kerak. Men nazarimda prava bo'lsa bor. Imtihondan o'tdik, vojdeniyasidan o'tdik, pravani oldik, maqtanib chiqardik sizlarga ham. Ana endi keyingi uchrat mashin. Men to'g'risini aytaman, kreditga mashin olgim umuman yo'q. Bo'lsa shu naqdga oddiyroq bo'lsa ham biron xil mashin olish niyatim bor. Chunki keyinchalik planlarimga u kredit постоянно mana oyog'imga bolta uradi. Shunga naqdga bir qanaqa mashin, budjetniy variant 100 milliongacha bo'lgan budjetniy variant qanaqa mashin aytasizlar? Ikkilamchi savdo bo'lsa ham men olmoqchida. Nima tavsiya qilasizlar? Kommentariyaga iloji boricha yozinglar, chunki sizlarni ko'plaringiz mashin bilan ko'chada yuribsizlar, baribir haydab yuribsizlar. Qancha benzin yeydi, qaysi tomonlama qulay, issiq qanaqasi yaxshi, sovuqqa qanaqasi yaxshi, ayol kishiga qanaqasi yaxshi, hammasini mendan ko'ra sizlar ko'proq bilasizlar, men nazarimda. Shu uchun agar kommentariyaga yozsangizlar, men o'shanga qarab bitta xulosaga kelarmidim. Chunki men уже uzoq bir oylarda olishim kerak. Bu issiqqa chunki yurib bo'lmaydi. Xudoga shukr, bundan buyog'iga syomkalar ham, proyektlar ham ko'payib ketibdi. Baribir kunimni yarimidan ko'pi ko'chada o'tadi. Shu uchun aytyapman.